Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun xudo xolasa 22-mart. Mana shu yerda 9 ta Pavonia FT gibrid sortlarimizni ekkanmiz. Mana xudo xolasa shu ikkala tomoni ham narezkaga ekilgan. Mana shularni kesamiz xudo xolasa. Mana shularni eksperimentga kesamiz. Mana xudo xolasa kechqurun natijalarni ko'rib borasizlar. Xudo xolasa inshaalloh. Ashlarni kesib, az kesgandan keyingi holatini ham nima qilamiz, keyin kechqurunga xudo xolasa rezultatlarni ko'rsatamiz inshaalloh. Mana ashlarni kesiladi hozir. Xudo xolasa kesilgandan keyingi holati mana. Hammasini kesib, xudo xolasa mana shuna qilib. Mana xudo xolasa kechqurunga natijalarni ko'rsatamiz inshaalloh. Mana yog'larni ham polni kesib oldik. Hozir mana shag'al toshi bo'lgandan keyin ular ham kesiladi.